2026-yil shovqinli g'alabalar emas, sokin, ammo muhim ichki yutuqlar yilidir. Sunbula burji vakillari, bu yil siz o'zingizga qaytasiz. Mukammal bo'lish shartmi yoki baxtli bo'lish yetarlimi? 2026-yil Sunbula burji vakillari uchun shu savolga javob beradigan yil bo'ladi. Bu yil sizdan tezlik emas, ichki sokinlik talab qiladi. Nima qoladi, nima ketadi? Hayotingiz nihoyat tartibga tushadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sunbula burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda Sunbula burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng yuksak ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Sunbula burji vakillari uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. Sunbula burji vakillari, 2026-yil siz uchun shovqinli voqealar yili emas. Bu yil ko'proq ichki o'zgarishlar, sokin tushunishlar va hayotingizni tartibga solish bilan bog'liq bo'ladi. Go'yo ichingizda bir ovoz paydo bo'lib, shunday deydi: endi faqat mukammal bo'lishga emas, baxtli bo'lishga ham haqqim bor. Saturn sayyorasi sizni tartibga chaqiradi. Vaqtni, rejalaringizni, his-tuyg'ularingizni va ustuvorliklaringizni qayta ko'rib chiqasiz. Ba'zida hayotingizda hamma narsa tekshiruvdan o'tayotgandek tuyuladi, lekin Yupiter sayyorasi sizga shuni eslatadiki, siz to'g'ri yo'ldasiz. Shoshilish shart emas. 2026-yil siz uchun ko'p ish qilish emas, to'g'ri ish qilish, tezlik emas, pishgan qarorlar, mukammallik emas, hayotning haqiqiy mazmunini topish yili bo'ladi. Sunbula burji vakillari uchun 2026-yil yanvar-mart oylari munajjimlar bashorati. Yilning boshida hayotingiz ancha sokin va ravshan bo'ladi. Fikringiz tiniq, ishlaringiz joyida, yuragingiz esa ehtiyotkor bo'lsa-da, ochiq. Ishda ko'tarilish yoki sizga munosib bo'lgan yangi taklif olish ehtimoli katta. Yangi vazifa yoki mas'uliyatdan qo'rqmang. Siz bunga tayyorsiz. Eng muhimi, o'zingizni kam baholamang. Merkuriy sayyorasi bu davrda o'rganish, rejalashtirish va rivojlanish uchun yaxshi imkoniyatlar beradi. Moliyada sekin, ammo barqaror o'sish bo'ladi. Sevgi sohasida esa ochiq gaplashish muhim bo'ladi. Ideal bo'lmasa ham samimiy munosabatlar ustuvor bo'ladi. Sunbula burji vakillari uchun 2026-yil aprel-iyun oylari munajjimlar bashorati. Bu davrda Yupiter sizga yangi imkoniyatlar ochadi, ilhom kuchayadi, kelajak haqida ishonch paydo bo'ladi. Ayniqsa dizayn va ijod, tibbiyot, ta'lim, menejment va tashkilotchilik sohalarida omad kulib boqadi. Odamlar sizni ko'radi, fikringizni eshitadi va qadrlaydi.
Venera sayyorasi ta'siri bilan munosabatlar yumshaydi. Sevgi endi murakkab o'yin emas, balki tushunish va xotirjamlikka aylanadi. Sizni tushuna oladigan inson bilan yaqinlashish ehtimoli katta. Bahor fasli siz uchun yomg'irdan keyingi toza havo kabidir. Yengil, yangi va sokin bo'ladi. Sunbula burji vakillari uchun 2026-yil iyul-sentyabr oylari munajjimlar bashorati. Bu oylar biroz sekin kechishi mumkin. Ba'zi ishlar reja bo'yicha ketmayotgandek tuyuladi. Lekin bu to'siq emas. Bu sizni ortiqcha charchashdan asraydigan davrdir. Yulduzlar shuni aytadiki, shoshma, hammasini birdan qilish shart emas. Sog'lik va hayot tarziga e'tibor bering. Yetarlicha uxlang, to'g'ri ovqatlaning, tanangizni harakatlantiring. Sunbula burji vakillari ko'pincha ortiqcha mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Bu davrda esa biroz yengillik kerak bo'ladi. Ba'zan eng yaxshi qaror nazoratni biroz bo'shatishdir. Sunbula burji vakillari uchun 2026-yil oktyabr-dekabr oylari munajjimlar bashorati. Yil oxiri qilgan mehnatingiz natijasini ko'rish davridir. Yupiter va Venera sayyorasi sizni qo'llab-quvvatlaydi. Barqarorlik, muvaffaqiyat va ichki xotirjamlik kuchayadi. Shaxsiy hayotda ishonch va tinchlik paydo bo'ladi. Siz o'zingizni "Mana bu joy mening joyim" deb his qilasiz. Endi o'zingizni isbotlashga hojat yo'q. Siz shunchaki o'z yo'lingizda ketasiz va ichingizda ishonch bor. Men buni uddalayman. Bu yil katta shovqinlarsiz, ammo muhim ichki g'alabalar yili bo'ladi. Sunbula burji vakillari uchun 2026-yil shiori: Men dunyoni tuzatishga urinmayman. O'zim bo'lib uni yanada chiroyli qilaman. Eng omadli oylar mart, may va oktyabr oylari. Aniqlik, e'tibor va iliq hislar davridir. Sunbula burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. Bu yil siz uchun keskin o'zgarishlar emas, balki muloyim va chuqur ichki o'zgarishlar yili bo'ladi. Hayotingizdan ortiqcha narsalar sekin-asta chiqib ketadi. Siz anglaysiz. Endi faqat to'g'ri yashash emas, balki chinakam yashash muhimdir. Bu yil siz o'zingizga mukammal bo'lishni emas, oddiy inson bo'lishni ruxsat berasiz. Energiya beradigan odamlar va ishlar qoladi. Sizni charchatadiganlari esa o'z-o'zidan uzoqlashadi. Muhabbatda yumshoqlik va donolik kuchayadi. Sizni tushunadigan inson bilan munosabat mustahkamlanadi. Tushunmaydigani bilan esa o'zingizni qiynamaysiz. Yolg'iz sunbula ayollar uchun esa tabiiy, oson va samimiy uchrashuv ehtimoli bor. Ishda mukammallikdan ko'ra mazmun muhim bo'ladi. Yangi yo'nalish, ijod yoki shaxsiy ish boshlash istagi paydo bo'lishi mumkin. Yil oxirida shuni his qilasiz. Hayot soddalashdi, chunki u rostlashdi. Sunbula burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. Bu yil siz uchun o'zingizga qaytish, ehtiyojlaringizni anglash yili bo'ladi. Endi boshqalarga qulay bo'lish emas, o'zingizga halol bo'lish muhimdir. Ishda aniqlik paydo bo'ladi. Qayerda sizni qadrlashadi, qayerda esa faqat foydalanishadi. Buni aniq ko'rasiz. Bu yil o'sish yoki yo'nalishni o'zgartirish uchun qulay. Shaxsiy loyiha, frilanserlik yoki yangi kasb uchun yaxshi davr. O'zingizni qadrlaganingiz sari daromad ham ortadi. Muhabbatda ham halollik ustuvor bo'ladi. Siz munosabatni sabr bilan emas, hurmat bilan qurishni xohlaysiz. Asosiy dars o'zingizga g'amxo'rlik qilishdir. Yil oxirida ichingizda sokin, isbot talab qilmaydigan ishonch paydo bo'ladi. Sunbula burji uchun 2026-yil sevgi bashorati. Bu yil sevgi siz uchun og'ir sinov emas, balki halollik va xotirjamlik yili bo'ladi. Siz endi faqat odat yoki aybdorlik hissi uchun munosabatda qolmaysiz. Munosabatlarda ochiq gaplashish, tushunish va tinglash osonlashadi. Hurmat bor joyda sevgi mustahkamlanadi.
Agar faqat tanqid va charchoq qolgan bo'lsa, hayot sizni to'g'ri qarorga olib keladi. Yolg'izlar uchun esa o'zingizni mukammal ko'rsatishingiz shart bo'lmagan inson bilan uchrashuv ehtimoli bor. 2026-yil sizga shuni o'rgatadiki, haqiqiy sevgi bu nazorat emas, erkinlikdir. Sunbula burji vakillari uchun 2026-yil moliya bashorati. Bu yil moliyada sokin va ongli o'sish bo'ladi. Siz qancha ko'p ishlaymandan ko'ra qanday yashayman degan savolga ko'proq e'tibor berasiz. Kasbni o'zgartirish, o'qish, biznes boshlash va barqaror daromad yaratish uchun qulay yil bo'ladi. E'tibor bering, boshqalarga yordam berib, o'zingizni unutmaslik muhimdir. Bu yil o'zingizga sarmoya qilish vaqtidir. Yil oxirida pul siz uchun qo'rquv emas, erkinlik vositasiga aylanadi. Sunbula burji vakillari uchun 2026-yil sog'lik bashorati. Sog'liqning asosi ichki taranglikni kamaytirishdir. Sizni charchatadigan narsa ish emas, balki o'zingizga doimiy bosim bo'lishi mumkin. Yaxshi uyqu, harakat va dam olish juda muhim. Suzish, yoga, yurish, nafas mashqlari ayniqsa foydalidir. Yil o'rtalarida tana signal berishi mumkin. Bu kasallik emas, balki to'xtab, o'zingizni asrash kerakligini belgisidir. Yil oxiriga kelib holatingiz barqarorlashadi. Siz anglaysiz, sog'lik nazoratda emas, o'zingizni hurmat qilishdadir. 2026-yil sizga shuni o'rgatadi. Hamma narsani nazorat qilish shart emas. Ba'zan eng to'g'ri qaror o'zingizni ayamaslikni bas qilishdir. Siz mukammal bo'lish uchun emas, tirik va baxtli bo'lish uchun yaratilgansiz. Hayotingiz soddalashgani sari kuchingiz oshadi va yil oxirida siz shuni anglaysiz. Men kamroq bosim bilan ham ko'proq natijaga erisha olaman. Do'stlar, mana shu bilan biz Sunbula burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir Sunbula burji vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida. Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, 2026-yilda siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qurolidir. Aziz do'stlar, sizlardan bir iltimosim bor. Kommentariyda qaysi burj vakilisiz va sizni qaysi qism eng ko'p o'ylantirdi, shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik, qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.